Assalomu alaykum, suyimli kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun qizim Zahraning eng yaxshi ko'rib o'qiydigan kitoblaridan biri bo'lgan Qarong'ulikni yevatgan g'alati maxluq degan kitobni o'qib beraymi? Amz qulqinlar menda bo'lsin. Tarjima qilguvchi Osmonjon Muhammad. Ahmad ismli bir o'g'il bola uxlay olmabdi. U qop-qorong'i karvatligini yoqtirmaydi ekan. Chunki u yerda biror g'alati maxluqning yoshirinib olishi mumkin ekan. Mana shu topda rostila bor ekan-ku. Kichik, naydi kichik bir g'alati maxluq kichikligidan aniq ko'rgilmi bo'lmaydi ekan. Biroq bu kichik maxluq badanida xuddi doim uning qo'rsqini chidog'ili bo'lmag'idek darajada ochiruydigan bir cho'ng kamar bordek his qiladi ekan. U karvat ostidagi yumshoq sop mikashni tishlab sinab yiqibdi. Voy, buni yemak ajabmi ta'sirgan-ku. U o'yinchoq mashinani g'ajilab yiqibdi. Voyjon, tishim og'rib ketdi. U yana bir narsani bayqab qapti. U bir kichik qop ekan. U qop ustidagi kichikkina to'shikdan ichiga qarab, qop ichining qop-qorong'i ekanligini ko'ribdi. U qop ichidagi qorong'ulikni azroqmi qo'ymay simiribdi. Bak tamlik ekan. Kichikkina maxluq azroq yo'g'ongan bo'lsa-mu, biroq u yanala qo'rsqining noyat ichayotganligini his qilib, yana yeydiganga biror narsa izlabdi. U karvat ostidagi qorong'ulikni ko'rib qilib, bir yalmabla bu yerdagi qorong'ulikning hammasini yutib yutibdi. U barliq bulunpushqoqlarni yalab, pak-pakiz qilib yutibdi. Kichik maxluq yana biroz yo'g'ongan bo'lsa-mu, biroq uning qo'rsqi yanala to'ymabdi. Şunun bilan u ishkap ichidagi va parda qatlarining orasiga kirib olgan qorong'ulikni pak-pakiz yeb bo'pti. G'alati maxluq yo'g'inabdi, biroq u yanala qo'rsqining to'yganligini his qila olmabdi. Shunday qilib, u Ahmadning uyidan yenib chiqibdi. U boshqalarning hujrasiga kirib, texmi ko'p qorong'ulikni izlabdi. U o'ri ichi, ballixona, to'rxun osti qatorliq joylarning qorong'ulikqa to'lganligini ko'ribdi. U bu qorong'uliklarning hammasini yalmab degidek pakiz yeb etibdi. U texmi yangi ham qiziqarli bo'lgan ish usulini ijod qildi. U qorong'ulik yamini qoqlangan bo'lkisiga surkabdi. U bu xil qop-qora sandvichni bak yoqtirib qopdi. U quduq ichidagi qop-qora quyuq sho'rpa va eriq o'stanlardagi sovib tayyor bo'lgan dumlangan ko'ktatni yeyishni bakmi yaxshi ko'rdi ekan. Arqadalla u bir to'shqon uvusini tepib, uning ichidagi qorong'ulikni yeb etibdi. Yana tehi tulki uvusidagi qorong'ulik. Haqiqatan bu dunyodagi eng mazali taom. Arqadan u tog'dagi bir o'ngurni tepibdi. Uning ichida qorong'ulik nihoyat ko'p ekan. G'alati maxluq bu qorong'uliklarni bir parchadan tortib chiqib, g'ajilab yeb bo'pti. Ammo u yanala qo'rsqa ichayotgandek his qildi. U o'rmonlikdan tepib olgan qorong'ulikni qo'ymay yeb etibdi. U yana yanardog' ostidagi qorong'ulikni yalmab yutib etibdi. Gerçi g'alati maxluq bargan sir yo'g'nayotgan bo'lsa-mu, yanala qo'rsqa to'ymagandek his qildi. U ko'nglida butun dunyoni yevatdim deb o'ylabdi. Keyin u kech kirayotganini ko'ribdi. Hay, nima degilik? U birla dam tortib, barliq kech qorong'ulikni yutib etibdi. U biroqla ayning atrofidagi qorong'ulikni yeb etib, ayni yorug'liq tarqatqil qo'ymabdi. U yana yulduzlarning atrofidagi qorong'ulikni yevatgan bo'lib, yulduzlarmi chaqnamay qopdi. Endi hech yerdan qorong'ulik topqili bo'lmabdi. Gugum yo'q, sahar yo'q, soya yo'q, hatto tushmi yo'q. Hamma yerda yo'ruq, kuchlik ham ko'zni chaqadigan nurli bor. G'alati maxluq nihoyat azoblangan holda bir yagona sayyorada o'ltiribdi. Chunki uningga yeydigan yo'ruqlik qolmabdi. Maxluq yer shariga qarabdi. Yer shari nihoyat yo'ruq, ammo parishon ko'rinibdi. Endi qorong'ulik bo'lmag'achqa
Kechida uyg'onadigan mushkaploqlarmi uyg'onmabdi. Ular naydi uzun ham naydi eg'ir uxlabdi. Hatto uxlab berib birdan daraxtdan yiqilib tushibdi. Yaldiroq qo'ng'izlarningmi uvisidan chiqqisi kelmabdi. Chiqqan taqdirdimi ularni baribir hech kim ko'rolmaydigan. Mushuklarning ko'zlari amdi parqirmag'achqa jalbkorligini yo'qotibdi. Kirpilarning ko'zlarini yorug'liq chiqib, narsalarni aniq ko'rolmagachqa bir-biriga so'qilib yurishibdi. Tulkilarmi besh qayg'andek toshlarga o'sibdi. Aslida ta'tir esilib turadigan shaparanglarmi amdilikda daraxt shoxlarida tik turibdi. Ayiqchoq mo'zodi nemish bo'lganligini bilolmay ichi pushibdi. Arqadınla g'alati maxluq yiroqdan kelayotgan g'ayri bir ovozni anglabdi. Aslida Ahmad ismli bir o'g'il bola yig'layotgan ekan. U uxlay olmag'achqa shundoq qattiq yig'labdi. U nima uchun uxlay olmagandi? Chunki atrof bagli yo'q ekan. Gerçi g'alit maxluqning badani bagli yo'g'inab, qo'rsqidagi qorong'uliklar shuncha ko'pib ketgan bo'lsa-mu, biroq u yanala kichikkina bo'shliqlardanmi, deraza yo'chiqlardanmi, hatto qopdagi kichik teshikdanmi kira oladigan. U Ahmadning yotoq uyiga astag'ina qaytib kelib, uning opasini izlab yig'layotganligini ko'ribdi. Biroq uning opasi sirtdagi yorug'likdan qochib, qorong'ulik izlab yotqonga beshini purkib olg'achqa, Ahmadning yig'lig'ini anglamabdi. G'alati maxluq tuyuqsizla ajoyib bir ish qilibdi. U qap-qara ham yo'g'on qo'llar bilan Ahmadni ko'tarib bag'riga besibdi. Ahmad naydi siyliq, yumshoq va illiq his qilibdi. G'alati maxluqning yinik tavritishidan Ahmad xuddi bo'shikda yotgandek his qilibdi. G'alati maxluq yana texay g'ingshib, allay naqsimi aytib beribdi. Ahmad naydi tizla uxlab qopdi. G'alati maxluqmi uxlab qopdi. Amdi u qo'rsqa ochgandekmi, badanida cho'ng bir kamar bordekmi his qilmabdi. U Ahmadni bag'riga besib xo'rak tortganicha tatlıq uyquga ketibdi. U xo'rak tortayotgan vaqtda barliq qorong'uliklar uning badanidan asta-asta chiqibdi-da, hammasi aslidagi o'rniga qaytibdi. Eng oxirida g'alati maxluqmi kichiklab asli holatiga qaytibdi. Kichikkina jonivar xushal holda bir o'g'il bolaning quchqida pishildab uxlabdi. Kichik do'stlar, sizlarmi qorong'ulikdan qo'rqamsizlar? Ba'zida biz qorong'ulikdan qo'rqib, qorong'ulik bo'lmasa ekan deb o'ylaymiz, shundaqmi? Lekin bu kitobni o'qigandan keyin amaliyotda qorong'ulikning bizga shundoq foydasi borligini bilib oldik-a? Bo'ldi, hamma kichik do'stlar, omon bo'linglar.